ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hürmetli kardeşler, növbetde hammamiz yaşayotgan bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu bizningki zulmga uchrashimiz. Endi buni hozir his qilmagan birmi Uyg'ur qolmadi. Musulmon emas, Uyg'urlarmi buni bilgan bir haqiqat. Zulm. Qur'oni Karimda til qilingan birinchi numurliq gunoh nima bilamsizlar? Mukofot bor. Qur'oni Karimda til qilingan birinchi numurliq gunoh qaysi? Allohga shirik keltirish. Shu shirkni Alloh subhanahu va taolo zulm deb atadi. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Yani Allah subhanahu va taolo shirkni Qur'oni Karimda kechirilmaydigan birinchi numurliq gunoh nima deb atadi? Zulm deb atadi. Hamda Nizomnojim sizga nima dedi? Bu Xitoylar pilokiga Uyg'urlarga tutqizib, biz dinga qarshi dedi. Bular azdi, Allohga urush e'lon qildi. Bizning mush zulmga qarshi turishimiz Allohning sepida saf tutganlik qarindoshlarimiz. Shuningga maz zulmga yuzingni yepib chiqmay erkishlar uch-quyib chiqmaman deb qo'yay. Ma Allohning sepiga o'tmoqchi hozir. Kafirlar chiqirib biz dinga qarshi degan nima degan qarindoshlar? Biz Allohga qarshi demoqchi. Sen mush Allohga qarshi degan odamga qarshi tursang, sen Allohning sepidan o'rin olding degan gap. Mush o'ringa yuzingni yetib chiqamsan. Xo'sh. Bu zulm to'g'riliq Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mushu zulm desa hammamiz bilamiz, Fir'avn isimiz keladi. Chunki Qur'oni Karimdagi eng chong zulmgar kim o? Fir'avn. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum." Hakikaten Fir'avn haddidan oshdi. Milletini deydi, öz milletini neçe guruh bilib etdi. Va ularni bozaq qildi. Qanday bozaq qildi desa, yuzabbihuna abna'ahum. Ballar yana erkaklarni o'ltiradi, ayollarni hayot qo'yadi deydi. Bizga bu vatqan reallik. Qanday vatadi? Erlerimizning hammasi turmada har xil banalar bilan o'ltirilyapti. Ayollarimiz uyda Xitoylar kelib tuqqan bo'ladi. Ya'ni bizning ahvolimizni davotida zulm qarindoshlar. Xo'sh. Endi men dedim zulm Qur'oni Karimdagi birinchi numurliq cho'ng gunohdir. Unda bo'lgankin zulmga qarshi turish birinchi numurliq savob ish. Men tushundingmi? Yani hozirgi navbatdagi bizning vazifamiz birinchi numurliq iborat shu zulmga qarshi turish. Unda olsa, muşnaga özür bormi qarindoshlar? Birisi to'q ekan, birisi qarg'u ekan, yoki vatandagi tuqqunning bir narsa bilishdan qo'rqir ekan. Mush zulm qarshi turishga özür qabul qilindi qarindoshlar. Savol. Masalan, nurg'un qarindoshlarimiz hozir maydonga chiqmayotdi. Hatto oxirlarimiz maydonga chiqmayotdi. Savol. Zulm qarshi turmaslikqa bana sabab bormi? Yo'q. Qur'ondagi oyatni deb beray. Mening gapim emas, sizning gapingiz emas.
إذ يتوفى الملائكة ظالمي أنفسهم فيما كنتم كنا مستضعفين في الأرض. Kıyamet günü yani melaikeler özlerine zulüm kılganın canlarını ötüp sizi nim boğan insanlar nime dep muşunda yaman günün kaldınlar dese biz başkalar tarafından bozak kılınıp muşta aciz gücümüz yetmey muşunda bop kalgan dese perişteler olanın özürsünü kabul kıldı mı? Kabul kılmadı. Alam tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Eğer hiç iş kılamazsan şu zulüm bayadın neyse kesamandı o. Yani demek bu ayette özür koyganlarının özürünü kabul kılmadı. Belki zulüm karıştırmaganlarının hükmü nime bilemsizler. Yani zulüm karıştırmaktır. Bunun hükmü nime? Kur'an'ın hükmü boyunca bu fasık. Allah subhanahu ve teala deydi فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Kur'an bu milletini ahmak kıysa, ahmak kılıp kul kıysa o Kur'an'ı boysun de innahum kanu kavmen fasikin. Şunun olan ular hakikaten fasık bir millet deydi. Hoş. Zulümü karıştırmasa hükmünü bulurken cemaatler. Fasık men demedim. Men demedim. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. O milletini ahmak kılıp muşunda kul kıysa ular şunu makulda boysun de şunun ular fasık bol dedi arkadaşlar. Ey uyanlar yetip atkan baylarımız üzerine akıllık sanap ödeyip atkan karındaşlarımız eğer Allah'ın fasık degen bu dopsini bu çapını keymekçi olsana çıkma yetiyor ama feterabbesu hatta ya'tiye emrullah. Sana Allah'ın hüküm köye çıkmışta kütübü yat. Eğer senin ata-anan Kur'an-ı Kerim'den İmkâne âbâukum ve ebnâukum şuna ama senin dadan, anan, ticaretten sen Allah ve Allah'ın Resulü'nün süymülük olsa sen kütübü yatağımıza. Yat. Hoş kardeşler. Biz zulüm üstüde yaşavatımız. Zulümü karşı duruş biz için acayip çok ibadet. Oylap bakınlar kardeşler. Ben bir ayaldan, Ürümçi'den bir ayal çıkıtken sordum. Ürümçi'nin 70 yaşlık bir ayal. Mening bilishimcha o kalma ayal emas. Ürümçi'nin ahvali qanday desem nima deb javob berdi bilamsizlar? Ürümçi ahli ey Allah qiyomat qoyim qilayotgan bo'lsang deb duo qilib qoldi deb bir yozadi tugatdi qarindoshlarimiz. Zulüm bizga shunda darajada eg'ir bo'ladiki, mush naq maydonda dadam anam bilan ayolini etib bersan, pulni men bir ayda oldim. Agar ma'nonda bir insonning yuragi bo'lsa, chidab qo'yib bo'lmaydi qarindoshlar. Mushning buni yana bani sabab qilib zulm qarshi tursak, Allohning oldiga qaysi yuz bilan bormoqchi qarindoshlar? Qaysi yuz bilan boramiz? Şunu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ. Şunu ama sizin şunda aciz biçareler. Ey Allah bizge zulüm eğir buldu. Ma bizni ma şehirden kutqazdap nalı feryat kıvasa sizin nime dep bu zulümü kaçtırıp cihad kılmaysızlar dedi Allah subhanahu. Şunun için kardeşlerimiz sizlerden kılındıgan talep hemmimiz kulumuzdan nemi gelse bu zulümü karşı durumuz. Zulümü karşı duruş için yaşayımız. Ya muşudu karşı durup şehit bulumuz ya bu zulümü şahit bulumuz. İşkin tamam şahit bulamsan şehit bulamsan. Şunun için kardeşlerimiz biz bana şahsen ben bunun dinki hayatım muş zulümü karşı duruş. Men ballarımı deyman, zulümü karşı duruş için sen bu dünyaya geldin. Eğer ben bir kız boğan bolsam hazır, bir yigit gelse, birinci onun koyduğun talebim, bu aile zulüm karşı duruş için kurulduğun aile. Sen yigit hayatın zulümü karşı duramsa toylukum şu deydim. Men eğer oğlum çoğun olup ölmekçi olsam, benim kızı koyduğun şartım şu.
Agar qizim bo'lib bir yigit kelsa, zulmga qarshi turamsa. Chunki Allohning sapida sap elish bizga hozir qarindoshlar chaqchaq qilgan vaqt o'tdi hamda. Ular vatandakilar o'zingni yakandagi odamlarning vaqasini oldinglar, ya'ni uy kelib ulib oldi. Shu zulmga chidamay, oilalar qas Xitoylar tarafdan dafsanda qilinibsa, uchuq plakalarni esa bizga dini qarshi desa, o namoyish maydoniga yuzli o'rgab chiqqan yigitga qilmayran. Chiqmaganlar bo'ldi tugdi, uning gapini qilmaydi qarindoshlar. Uning hisob Alloh dedi fatarabbasu. Agar sana Alloh ve Peygamberinin muhabbeti, Allah'ın muhabbeti, senin aş ticaretin, ata-anan, ayalın, balların, kabilen, sen şunu da suyumluk olsa sen küttü de Allah. O Allah'ın cezasını kütsün ola. Ben şunda da kitap kılım arkadaşlar. Hazır Uygur millettige, sil bizige nispeten zulümü karıştırıştan başka hiç narsa abzedemez. Biz etinizin naştıkka vaxtıda niyet kıpyanlar bugün ben zulüm karşısın diye man naştıkını kıvatına olmasına naştıkman ihtiyacım yok. Kanda yaşayımız muş zulüm aslında. Biz kanda kılıp başka iş için yaşayımız kardeşler. Bu hayatının bize neyimiz kap kaldı yani. Şunun için bu zulümü karşı, hoş kanda karşı durmaz kardeşler. Mesela bu yerde kanda karşı durmaz. Hem de karşı duruş için hakikaten nurgun kardeşlerimiz bazıları Suriye'ye ketken oldu, bazıları her xil işlerini tecrübe qilib baktık. Tamam? Hemmini bir akırı xulaslab baktık. Hazır qanday qilishimiz kerak. Hazır bizninki qilalaydigan ishlarimizning eng muhimlaridan birisi namoyish qilish. Bu namoyish qilishning islomdagi hukmi nima qarindoshlar? Ya'ni islomda namoyish qilishning hukmi nima desanlar? Zulmü karıştırışının hükmü neyim bolsa? Namoyish qilishning hükmü şu. İmam Buxoriy rahmetullah aleyh özünün Edebil Mufrat yani Edeb Durdanileri degan kitabida mundaq bir hadisni rivoyat qilgan. Bu hadisni İmam Albani rahmetullah aleyh Hasan hadis yani to'g'ri hadis degan. Bu hadis nima deydi? Bir adam Resulullah'ın qishiga keldi. Ya Resulullah, ey Allah'ın peygamberi, cari yu'zini minama hoşlanmam bek aziyat kitaplardan ki Resulullah'ın dedi. Khuz mata'ak veclis fi qari'at tarif. Sen uyundan aşağı yotkan köpeğini götürüp yolun o'ttirisiga qo'ytar dedi. Şunu ondan helik sahabe yotkan köpeğini yoluna o'tiribdi. Cemaat gelip nim bo'ldi deb men xo'shlanmam aziyat qilib Rasulullohga qasosam mushtaq qildi shu ondan o'tgan adam baş xo'shlanga Alloh la'nat qilsin dedi. Bu gap az zulm qilgan xo'shliq yetib berib darhol uni qasha qilib men buningdagi zulm qilmaslikni va'da bersam bir uy kirkasdan haqni bektilab ketdi dedi. Namoyish qilishda gap bormi-kan, yo'qmi-kan? Hatto namoyish qilish qarindoshlar bütün müminler buyurulgan bir hadiste. Sizler bir yaman işini ko'rsanglar, qo'lingni bilan tursanglar. Agar kuchingni yetmay qolsa, tilingni bilan tursanglar. Uningga kuching yetmay qolsa, dilingni bilan shuningga norozilik bildi. Ammo bu iymonning eng qichachili. Uning narsiga iymon yo'q dedi. Iymonning shu bir qichini bilsizlar, shu qichachili qilib qolgan yeri dilingni norozi bo'lgani. Ammo qo'lni tursish tili bilan tusish, yani xatoni xato desh. Bu din qarindoshlar, shu Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shahidlarning eng kattasi zolimga hey zolim deganlar deydi. Shahidlarning eng kattasi zolim bir podshoh oldida hey zolim. Bir hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam zolimga zolim demagan millatdan xo'shlashib ketdi. Bu hadis qarindoshlar zalimga hey zalim deb ağızdan çıkarmagan milletin qishidan katta bo'lsa, bu qandoq qilib biz Uyg'urlar bir namoyish chiqayli, norozilikni bildiraylik, jamoat yig'layli desak, o'ylab bakinglar, qani bu İstanbulda 37 mingdan 40 minggacha Uyg'uri bor deyilgan qarindoshlar. Ben Sidon Türk Efendi'den sordum. Ular kona biladi. Sizce desem biz bir qatam hükümetten bizga bergan ma'lumotda 37 mingdan 40 minggacha Uyg'ur bor deydi. Qani bu hamma Uyg'urlar zulm yapmagan bu qarindoshlar. Shularning ota-onalari, qarindoshlari nerede?
ma'qul sening ota-onang qarindoshing salomat bo'lsa, mening butun ümmetlerim, mening butun tuqqanlarim turibdi. Mening tuqqanlarim sening tuqqanlaring emasmi? Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'min degan qarindosh desa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda mu'min degan bir gavdaga o'xshaydi. Bir putuning uchiq tikan kirsa, butun badan voyjan Allah voytavot bo'lib chiqdi degan Rasululloh desa, sen mening dadamni akirkatgan bilan, mening dadamni akirkatmabdi, shu akirkatmaslik uchun chiqmay desang, sening naring musulmon. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz hozir 5-sila namoyishga chaqirildik. Ya'ni Xitoy konsulini oldiga chiqib, "Hey zolim, hey xalq olam, ma kişiler bizga zulm qilyapti. Ma'ning ismi zolimdir." Bizga tushgan vazifa bu qarindoshlar. Ana ma'ningdan qilamasa o'zini musulmon deb o'yjimisin, Uyg'urmi emas u. U nima xulqanda? Bu qarindoshlar, qalbimiz shunda bir qardabdiki, men hayron qoldim juma. Hayron qoldim. Shu maydonlarda ko'myapmiz bu insonlarni. Hech nima uchun desa, Xitoy qo'rqisi. Vallahi billahi buningdan cho'ng sherik yo'q qarindoshlar. Mushunda zulm bo'lsa, bir maydonga chiqib, "Hey zolim" deyishdan, yine Xitoydan qo'rqqan bo'lsang, sen iymonni da'vo qilma. Laysa bi amanikum va la aman al-kitab. Iymon degan sen orzu qilgandek yoki orzu bilan bo'lgan ish emas bu. Shuning uchun qarindoshlarimiz, meniki bugun asli dars so'zlashimiz nimada yo'q. Ammo mana zulmni qarshi turish bizning birinchi numorliq boshda qilinmaydigan qarz va farz janob qarindoshlarimiz. Buningdan boshqa bizning yashashga hech qanday ishimiz yo'q. Buni bilinglar. Buningdan keyin biz bir minut nafas olsak, mush zulmni qarshi turib nafas olamiz. Bir minut hayot qilsa Allah subhanahu va taolo Allohning sifatini sab tutib zulmni qarshi turamiz. Allah subhanahu va taolo bizni mushundaq bir ibodatni qilishga nisbat qilib qarindoshlar. Puli bilan, tili bilan, yazalaydiganlar yezish bilan, atalaydiganlar etish bilan bizni hech qanday vositalar o'ldirishga bo'lmaydi. Zulmni qarshi turamiz. Chunki o'ylab boqinglar qarindoshlar. Hozir oz deganda 2 million odam bir nozi, ya'ni bir üst uçuk turmalar qarindoshlar. Hozir vatandagilar o'limni orzu qilib, o'limni biz yana uzoqroq yashab qolsak o'tayotamiz. Mana qiyomat kunsi qor yuz bo'lib ketamiz qarindoshlar. Qor yuz. Shuning uchun mushu Turkiyada bo'lsin, nada bo'lsin, bir tashkilotlar hey jamoat zulmni qarshi turaylik desa, dast o'rnimizdan turib, har qanday ishni tashlab, dadimiz o'lib qolsa, o'gab qo'yib, qo'yib mamsa qolmaydi qarindoshlar. Mushunda qilib o'lib ketaydi. Biz mushunda bo'lmaydi. Natijasi nim bo'lsa bizning vazifamiz emas. Natijasining yaxshi bo'lishini biz tilaymiz. Bizning vatanimiz ozod bo'lib, shu yerda Allohga ibodat qilib, sajda qilishni Allohdan tilaymiz. Ammo u kuniga erishamisak, mayda qarindoshlar. Ammo mush yo'ldan qat'iy qiyib ketmay, o'limalarning, siyosiy dahillarimizning, cho'nglarimizning kaydan Allohu akbar deb minib, mush yo'lda ulab ketish Uyg'ur millatining, musulmonlarning birinchi numorliq Allohga yaqinlashadigan ibodat. Meniki bu Allohu akbar. Shuning uchun inshaalloh bu namoyishning hukmi İslamda davlat qurishning hukmi men bu vaqtda dars qilaman. Siz hozir bu davlat qurmasa, bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam butun hayotida davlat qurishdan bilan yashadi. Nima hijrat qildi? Butun hayot shu. Bu din naqd farzlar men bilmadim. Bu nima bizning qarindoshlarimiz, men sizlarga shu darslikni so'zlayapman. Bizning jinoyatimiz dinni tashvatganlikdan emas, dinni xato tushunganlikdan dedimmi? Biz dinni tashvatmadik. Alhamdulillah yomon emas, lekin xato tushungan masala bor. Shuning uchun qarindoshlarimiz mush namoyish masalada chuqum qo'limizda nima kelsa, inshaalloh men sizlarga orliqda darsdim deb berdim. Mushu darsda bor, Sharq Turkistonlik nima ish qilish kerak deb tafsilroq to'xtaldim. Ammo navbatda 5-siladagi namoyishga buyuklikdagi, to'shlikdagi hammamiz chiqamiz. Kommunistning konsul elchixonasi oldiga chiqib, "Ey zolim" deymiz. Mushning o'zi Allah en yaxshi ko'rgan ibodat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
bir savol bor ekan, tug'daymi ya? Birisi namoyishning islomda hukmi debdi. Namoyishning islomda hukmi, zulmga qarshi turishning hukmi nima bo'lsa, buni tushundim. Ikkinchisi bu namoyish aqidaga taqshamdir ya Alloh. Namoyish aqidaga taqshamdir. Men hozir buni ochiq javob bersam javob berdim. Turkiyada siyosiy harakat qilish uchun ayollarning ish qilish kerakmi? Qur'oni Karimda erlar zulm qarshi turishga qanday taklif qilingan bo'lsa, ayollarni o'xshash taklif qilingan. Tushundingmi? Qur'oni Karimdagi ya ayyuhallazina amanu deganga ey iymon etgan zotlarning ichida ayollarning hammasi bor. Ayollarni eri qarshi turmasa zulmga, eridan ruxsat so'rash majburiyati yo'q zulm qarshi turishda. Ma'ni bilib qo'yaman. Bu zulm qarshi turish bizning hozir hayotimizdagi birlamchi masala. Birlamchi masala. Ayollar, erlar, baloga yetgan bola, hatto men deyman, bizning bolamizmi qarindoshlar. Mushning uchun bolam mening sinayman, mushning uchun boqqan. Bolam ishchatoq uyki emas, bolam mushkin uchun tarbiyalaganman seni. Chiqa bolam. Deydigan kun keldi. Mush Turkiyadagi insonlarni ko'rdik ku qarindoshlar. Ashlar dedim-mi? Seni bugun uchun tuqqan bolam deb chiqib davlatni o'tkazdi. Sizga o'xshash bolam uyga jimiyat hozir qilayotgan chiqdi desa, bizda qulluq qilib qoldi bu yerda. Shuning uchun Alloh bu payg'ambar bolalarni haqqoniyatning bayrog'ini ko'tarib, zolimning ko'ziga mix qilgan avlodlarni tarbiyalaymiz. Bunisining foydasi ularniki. Shuning uchun qarindoshlar, namoyish qilish bo'lsin, ayollar bo'lsin, hammamiz o'rtaq, o'xshash qarshi turamiz. Balki ayollarning roli bakching, erlar kelib, "Hey, akak, ma burduva akak, menga zulm qilishdi bo'lmasa, sen bilan mening farqim nimada desin?"